Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil umra narxlari nech pul bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Ahrorbek bilan birgalikda davom ettiramiz. Ahrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asilbek, tinchmisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Ahrorbek, mana hozirgi kunda yangi reyslar, yangi yo'nalishlar yo'lga qo'yildi. Shular haqida bir umra ziyoratimiz necha kunlik bo'ladi va shart-sharoitlarimiz qanday bo'ladi? Shular haqida bir qisqacha ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p, Asilbek, assalomu alaykum obunachilar. Hozirgi kunda umra safarimiz 14 kunlik mobaynida bo'lyapti, xudo xolasa. 3 kun Madina-i Munavvarada, 11 kun Makka-i Mukarramada bo'lyapti, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari hozirgi kunda gostinsiya oraliq masofalari va taomlarimiz qanday bo'lyapti? Gostinsiyalarimiz necha yulduzli bo'ladi? Shularni ham birma-bir aytib o'tib ketsak. Xo'p, gostinsiyalarimiz 4 yulduzli gostinsiyalar. Oraliq masofalari 150-200 metrda Madina-i Munavvarada, 150-200 metrda Makkada oraliq masofa 700 metr, 800 metr oraliq masofa. Ovqatlariga keladigan bo'lsak, o'zbek milliy taomlari Makkada 3 mahal, Madinada 2 mahal. Yana bir yangilik, Makkada xudo xolasa avtobuslar yo'lga qo'yilgan, avtobuslar ham bor. Piyoda yurgingiz kelsa, piyoda yursangiz ham bo'laveradi. 2-3 minutlik yo'l uzog'i bilan xudo xolasa. Ha, tushunarli. Demak, bemalol piyoda ham borib kelsa bo'ladi. Bundan tashqari avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, ha? Demak, 800-900 metr atrofida bo'ladigan bo'lsa, bemalol piyoda borib kelish mumkin. Do'stlar, xudo xolasa, batafsil yana to'liqroq ma'lumotlarni quyidagi raqamlar orqali olishlaring mumkin. Albatta, like bosib, obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurganlarni mana shu video orqali ogohlantirib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik. Xo'p, Ahrorbek, hozirgi kunda qachon qayerdan reyslarimiz mavjud? Hozirgi kunda haftaning har seshanbasiga Toshkent Jidda yo'nalishida, Pramod Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. Haftaning har chorshanba kuniga Farg'ona Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor, xudo xolasa. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri parvozlar bo'ladi. Persatkalar yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Primo reys bo'ladi, Primo reys bo'ladi aka. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, Centrum Holidays siz uchun yagona tanlov. Ekranda raqamlar, bemalol bog'lanishlaring mumkin. Ahrorbek, yana bir narsa, hozirgi kunda misol sayohat, ziyorat, shu kabi narsalar qanaqa nimalarga olib boriladi? Xo'p, sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz 10 dan oshiq, 10 dan ko'p, aslini olganda o'zi. Qo'shimchasiga Qizil dengiz bonusi ham bor ichida Asilbek aka. Xudo xolasa bemalol telefon qilishlari mumkin. Bemalol aka. Keyin hozirgi kunda narximiz nech pul bo'lyapti Ahrorbek? Xo'p, hozirgi kunda narxlarimiz $1050 dan. Agar qo'ng'iroq qilib chiqsa, odam soniga qarab turib, yana chegirmalar qilib beraveramiz aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ya'ni to'lovlarni qanday qilishadi Ahrorbek? To'lovlarini Asilbek aka uzoqda bo'lishsa agar o'zlariga yaqin bo'lgan bank ofislaridan shot raqam beriladi, to'lov qilishsa bo'ladi bemalol. O'zbekistonda agar yaqin bo'lsa, Marg'ilonda ofisimiz, Marg'ilonga kelib, ofisga kelib bemalol kassalarga to'lov qilishsa bo'ladi aka. Ya'ni rasmiy kassalar orqali ham to'lov qilishlar mumkin. Agarda hurmatli obunachilar, siz bizni misol masofadan kuzatib turgan bo'lsangiz, shot raqamlar orqali, ya'ni banklardan bemalol to'lov qilishingiz mumkin. O'zingizga yaqin bo'lgan, xohlasangiz Farg'ona Marg'ilondan bo'lsa, o'sha rasmiy kassa orqali ham to'lovlarni amalga oshirsalar ham bo'ladi. Asilbek aka, xudo xolasa yana Telegramdan, Instagramdan bog'lanishsa, otamga yoki onamga surpriz qilmoqchiman deysa, sertifikat qilib olib borib, tabriklab, bemalol vodiy ichi tabriklab, sertifikatlar berib, o'zimiz qilib beramiz aka. Xudo xolasa, ya'ni vodiy bo'ylab bemalol mana shu tabriklarni ham qilib berasizlar, xudo xolasa. Yo'llanmalar qilib. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol batafsil ma'lumotlar olishlaring mumkin. Bizni kuzatib boringlar, Olijanoblar kanali doimo siz uchun yangilik izlanishdan to'xtamaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Ahrorbek, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar va chiroyli narxlarda
umra safarlarini amalga oshirishlik nasib qilsin hammamizga. Xudo xohlasa. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.